Qildiqlar bilan yana Just kanali bo'lyapti. Agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna va like tugmasini bosingiz. Men va'da qilganimdek 1.20 versiyasida chit yozish va buni qayerdan tortishni o'rgataman. Akalar, bu video birinchi ko'rib turganlaringiz uchun juda ham rahmat. 650 ta shu videoni chiqarishga va'da bergan edim va buni chiqaryapman. Kreativga o'tdim. Endi koordinatalarni yozamiz. Akalar, bu koordinatalar yoqmasangiz buni qilish qiyinroq, chit yozish. Sonra bitta chit yozib turing, shunday qilish qiyinroq. Hozir bitta olib olgandan keyin sizlar bilan gaplashamiz. Короче, akalar, bu videomga xush kelibsiz. Bu video chit yozish. Bu video birinchi qo'ygan katta videom. Ko'rgan bo'lsangiz 650 ta bo'lganimizdan keyin men chit yozishni o'rgataman deb chiqargan edim va bu va'dani bajaryapman. Akalar, bu videoga obuna va like tugmasini bosish eslaringizdan chiqarmangizlar. Endi bizdan maqsad 750 ta bo'lsak boru. Biz 1000 ta bo'lmaydi. Biz bir kavog'imizdan keyin reklama olishni boshlaymiz. Agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, qayerdan tortishni o'rgataman. Bu men Telegram kanalim ham bor. U yerda men o'z obunachilari va obuna bo'lmaganlar bilan gaplashaman. U yerda masalan qanaqa video olishim haqida endi boshlayotganim uchun buni endi ochdim. Shuning uchun siz omadli inson bo'lib turing. Siz men challenge'larimda qatnashmoqchi bo'lsangiz, mening Just kanalimga Telegramda o'tlaringiz ham bo'ladi va buni Telegramda qayerdan tortishni, bu Minecraft qayerdan tortishni yozib qoldirganman. Mana ketdi, o'zi chit yozishni eng birinchi o'rinda oddiygina, juda ham oddiy chit yozish. Uning uchun mana bu yerdagi 3 ta nuqtacha degan joyga boru. Nerede o'zinaqa emails bo'lib turibdi. Hamma bilsa kerak buni. Qarangizlar, endi birinchi navbatda sizlarga oddiy narsa. Birinchi o'rniga shunaqa chiziq qo'yib olasizlar. Keyin give. Ingliz tilida bermoq degan ma'noni bildiradi va kuchukcha. Kim uchun? All players. Albatta playerlar uchun. Men axir odamman, to'g'rimi? O'yinchi. Va uni masalan Iron pastga chiziqcha blok. Iron block. Bitta nima qarangizlar, men chiqarib qo'yibdi. You have a block. Mana give block, Iron block just o'zga bitta. Ana Iron block men kreativ bo'lganim uchun buni cheksiz ishlatyapman. Endi ikkinchisi kunda tun qilish. Men boshqa narsa bosib yuribman. Programmani to'g'rilab olaylik. Bu videoga obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Endi biz bu yerga bitta bunday qilib tursak, agar endi kunda tun qilish. Masalan, shunday qilib tun 1300 gradusga yo day. Teleport bilan qilsalaringiz bo'ladi. TP masalan qilsalaringiz bo'ladi. Masalan TP uning uchun albatta anaqa kerakda narsa. Siz nom yozishimiz kerak, nom. Uni nomlasak keyin bo'ladi. Hozir nomlaymiz va uni oldiga tipib olamiz. Agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosamiz. Короче, nodan bitta olishimiz kerak, keyin nom yozgich. Konkret. Qani edi? Mana topdim. Mana, endi shuni Habalay hep deb namet tak. Oddiy tepaga asal yo'q, tepa bo'lmaydi. Uzib bo'ladi.
Bunu namlab bo'ldik. Endi o'zi buni oldiga tepib olishimiz uchun ana mol kerak. Ana qani cho'chqa. Nariga ketib qolibdi-ku. Bu yoqqa ketib qolibdi. Endi buni ushlab olishimiz kerak. Короче, buni name bo'ldingmi? Bo'ldi, uzubi. Uzubimi endi? Ha, bo'ldi, uzubi bo'pti. Endi o'tib teleport mana shuni oldiga tepib olamiz hozir. Hozir bu yerda yo'ur. Kichikcha S. Kichikcha S. Ochi yopamiz. Name UZB. Shuni yozdimmi? Короче, biz oldimizga teleport bo'lib qoldi bu. Bizning oldimizga teleport bo'lib qoldi. O'zini olmaydi. Katta harflamdik, kichik harflamdi. Al. Uzun mana. Endi shuni oldi teleport bo'lishimiz uchun kichikcha S qavusni manaqa qavusni ochib ismi UZB desak oldi teleport. Mana oldim teleport bo'ldi bu. Mana UZB. Endi sizlarga dahshat narsa. Sizlar bunday qilib turing. Sizlar qarangizlar. Buni bosib mana FILL deb FILL qarangizlar. 300 minus 340 75 koordinatalarni o'zim koordinatalarni deyapman. Sizlar o'zlaringiz koordinatalarni yasalasiz. 120 42 va minus qayergacha bo'lishi 290 40 100 va nomi qarangiz TNT. Beril bu narsalar bo'ladi. Destroy paydo qilish bo'ldi. Wow, dahshat katta narsa yozib beribman. Shuning uchun 7898 dan o'tmasligi kerak. Men uni oshirib yubordim. Shuning uchun uni paydo qila olmadi. Shuning hozir boshqatdan sal kichikroq maydonga yozamiz. 7898 ta qilishimiz kerak. 78000 da oshib ketdi. Bizniki hozir dahshat katta bo'lib ketdi. FILL bunaqa qilsak ham bo'ladi. Turgan joyimizdan 100 40 100 Emleriga TNT destroy. Wow, TNT yana oshiryapman. 30,000 ta qilyapman. Albatta, oddiy blokda sizlarga ko'rsatib beraman. Albatta, o'rnimas bosqilarsizdan. FILL qarangizlar. Minus 333 76 minus 73
Sal o'zgartiramiz. Minus 326 70. Bu bayağı 73 miydi? Bunu hem 70 qilamiz. Minus 70 tanada destroy. Mana 229 ta Philips bo'pti. Mana shuncha mana tanazalar paydo bo'ldi. Endi bular qurtirtuka deyishlaringiz mumkin, lekin bu yer ostida ham bor. Mana qarangizlar, yer ostiga kirib ketdi. Men otdagi bloklar teshib chiqdi deyman. Agar 750 ta bo'lsak bor-ku, shu tanazalar o'zim portlataman shu joyda. Faqat 750 ta bo'lsak. Mana tanazalar paydo qilish turgan holda faqat koordinatlarni men yer ostidan qildim. Shuning uchun mana agar shu tana tushib turadi, va buni portladim yer ostida. Yer ostidan so'ng osmonga uchib har yerga portlab ketishi mumkin, lekin yer ostida o'yib qo'yaman. Shuncha tanata bilan. Bu 1000 ta tanata bor bu yerda. Shuning uchun obuna tugmasini bosingizlar. Shuning uchun albatta obuna tugmasini bosingizlar. Men bundan ham zo'r videolar chiqaraman. Animatsiyalar juda ham kam bor. Men kayfiyatim juda ham yo'q. Chunki atiga 1.5% odam obuna bo'lyapti ekan. Shuning uchun agar shuni 50 ga 50 qilsak bor, men bir kani allaqachon qo'lga kiritib qo'ygan bo'lar edim. Ko'rdingizmi? Mig'lagan yomg'ir ham quyib bor. Shuning uchun obuna tugmasini bosingizlar. Agar hozir obuna tugmasini bossangiz, yomg'ir to'xtaydi. 1 2 3. Mana akalar to'xtaydi yomg'ir. Obuna bo'lgan bo'lsangiz rahmat. Na, obuna bo'lsangiz yomg'ir to'xtadi, lekin 100 odam obuna bo'lmadi. Shuning uchun sal xiroq. Shuning uchun obuna tugmasini bosamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr.